Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Shomurodov muxlislariga katta xushxabar. Romani Claudio Ranieri qabul qilib olgandan keyin Eldor Shomurodovning klubdagi mavqei keskin o'zgardi. Mavsum davomida 2 marotaba Rimdan ketishi kutilgan o'zbek futbolchisi mavsumning hal qiluvchi pallasida jamoaning ishongan suyanchig'iga aylanib qoldi. Mag'lubiyatsiz seriya samarasida Roma chempionat yakunlanishga 4 tur qolganda Yevropa Chempionlar Ligasiga da'vogarlik qilayotgan jamoalar qatorida turibdi. Kamtarlik qilayotgan Claudio Ranieri esa shogirdlari qit'aning eng nufuzli musobaqasiga yo'llanma ola bilmasa-da, hech bo'lmaganda Yevropa Ligasi yoki Konferensiyalar Ligasi kabi turnirlarda qatnashishi mumkinligini umid qilishini aytdi. Roma mutasaddilari odatga ko'ra klubning o'tgan oydagi faoliyatini sarhisob qilib chiqdi. Romaning aprel oyidagi eng yaxshi o'yinchisini aniqlash masalasini klub rahbariyati rasmiy saytda so'rovnoma tashkil qilish orqali muxlislar ixtiyoriga qoldirdi. So'rovnomada argentinalik Matias Sule va darvozabon milliy Sevillarni katta ustunlik bilan ortda qoldirgan Eldor Shomurodov jamoaning aprel oyidagi eng yaxshi o'yinchisi deb e'tirof etildi. Roma klubi Shomurodovning muvaffaqiyatini rasman e'tirof etdi va e'lon qildi. Albatta, O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari hisoblangan Eldorning top 5 chempionat qatoriga kiruvchi seriyadagi muvaffaqiyatlari o'zbekistonlik futbol ishqibozlari qalbini g'urur, iftixorga to'ldiradi. Sizda ko'krak saratoni tashxis qo'yilgan, tashqi turi. Ya'ni teridan yorib chiqqan. 33 ta ximiya bo'ldi. 33 ta ximiya olish. 33 ta ximiya oldi. Sizni salkama 4 yildan beri kurashib kelishingizga asosiy sabablar bu nimalar? Harakat qilib baxcham yo'q, qolish niyatim yo'q. Men kurashishni xohlayman, salishi. Birinchi marta shu kasallikni eshitganda birinchi navbatda o'zingizni ichingizdan nima o'tgan aka? Ichdan yomon tushkunlikka tushgandim. Endi tamom yo'qotaman deb o'yladim-da. Keyin yana ishondim. Ko'pchilik insonlarga baribir qiziq, xalila mahsuloti bilan parallel ravishda nimadir iste'mol qilsa bo'ladimi degan savolga aniq-tiniq o'zingizlar javob olasizlar xudo xolasa. Flick Lamin daho futbolchi. Kataloniyaning Barselona klubi Chempionlar Ligasi yarim finalining birinchi uchrashuvida Inter bilan 3-3 hisobida durang o'ynadi. 17 yoshli Wenger Lamin Yamal 24-daqiqada gol urdi. Uning ushbu o'yinini jamoa bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick ajoyib baholadi. O'ziga xos, men buni avval ham aytganman, u geniy. Tashqaridan qarab turib ba'zi narsalarni ko'rasiz, lekin videoni qayta ko'rganda u amalga oshirayotgan ishlarning ajoyib jihatlari namoyon bo'ladi. U bugun biz undan kutgan va undan talab qilgan narsalarni ko'rsatdi. U katta o'yinlarda ham o'zini ko'rsatmoqda va menimcha u bu vaziyatdan bahramand bo'lmoqda. Agar Simeone Inzaghi aytgandek bunday iste'dod har 50 yilda bir kelsa, men shunday futbolchi Barselonada ekandan haqiqatan xursandman, dedi Blaugrana bosh murabbiyi. Fayzullayev Yevropaga ketishiga nimalar to'siq bo'layotgani aytildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev uchun CSKdagi joriy mavsum biroz murakkab o'tmoqda. 2023-yili Paxtakordan CSKga o'tgandan keyin qisqa fursatda armiyachilar yetakchisiga aylangan legionerimiz yaqingacha jamoa hujumlarini tashkil etishda yuqori ko'rsatkichlarni qayd etib kelayotgani aytildi. Biroq 2025-yildan boshlab Abbosning samaradorligi sezilarli darajada tushib ketdi. Rossiya futboli tahlilchilari Yevropaga ketish orzusidagi futbolchimiz qanday vaziyatga duch kelgani va nimalar qilishi kerakligi haqida o'z fikrlarini bildirmoqda. Sport.uz portali rossiyalik ekspertlarning Abbosbek Fayzullayev haqidagi fikr-mulohazalarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Aleksey Petrushin, Dinamo Moskva klubi sobiq murabbiyi. Sal qo'pol bo'lsa ham aytaman, Fayzullayev keyingi paytda biroz bo'shashdi. Chunki u Rom shaklidagi yangi o'yin uslubiga ko'nikishiga to'g'ri kelyapti. Mashhur milanchi Rom sxemasi bo'yicha buyuk futbol ustalari o'ynardi. Abbos esa bu yangilikka moslashib olishi kerak. Shunga qaramay Abbos juda qiziqarli o'yinchi. Boshqa tomondan Fayzullayevning kuch-quvvati ham chegarasiz emas.
Terma jamoada juda ko'p o'yin o'tkazyapti. Abbos yosh, lekin u ham charchadi. Pasayish faqat unda emas, CSKAning boshqa o'yinchilarida ham kuzatilyapti. Masalan, Ivan Ablekov Spartak bilan o'yinning ikkinchi bo'limida charchab qolganini va zo'rg'a nafas olayotganini ko'rdik. Yevgeniy Aldanin, CSKA sobiq futbolchisi. Ko'pchilik bosh murabbiy Marko Nikolich o'zi qo'llayotgan romb uslubida Abbosbek Fayzullayevga mos joy topib bera olmayapti, deyapti. Aslida bu Nikolich yoki Fayzullayevning muammosi emas. Romb tez o'zgarishi va almashishi mumkin bo'lgan o'yin sxemasi. Uchrashuvlar davomida CSKA uslubi ko'p o'zgaryapti. Fayzullayev CSKAga to'g'ri kelmay qoldi deyish noto'g'ri. Bu o'zgarishlar o'sish va rivojlanish uchun turtki bo'ladi. Abbos maqsad sari intiladigan o'yinchi, u nimalarga qodirligini ko'rsatib qo'ygan. Har bir murabbiyning o'z qarashlari bor. Futbolchilar esa har doim uchrashuvlarda qatnashishga tayyorligini muntazam namoyish etishi talab qilinadi. Sen agar jamoa yetakchisi bo'lsang, o'zingni ko'rsat va murabbiy ishonchini qozon. Aleksandr Grishin, CSKA sobiq futbolchisi. Agar futbolchi yaxshi o'ynasa, darrov Yevropadan qiziqish bo'layotgani haqida gap so'zlar chiqa boshlaydi. Istagancha gapirishingiz mumkin. Xususan, Abbosbek Fayzullayev bo'yicha aniq takliflar bor yo'qligini hech birimiz aniq bilmaymiz. Bu masalani transfer amalga oshgandan keyin har qancha tahlil qilsak arziydi. Ungacha hammasi quruq gap bo'lib qolaveradi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni bor. Matvey Safonov PSJga o'tdi. Uning top ligaga ketishi haqida yozishganda hech kim ishonmagandi. Fayzullayev muxlislar mehrini qozongan eng yorqin o'yinlarni yana namoyish qilishni boshlashi kerak. Abbosni qayerga transfer qilish yoki klubda olib qolish masalasi keyin muhokama qilinadi. Fayzullayevning ayni paytdagi o'yini uni Yevropaga ketishga yaqinlashtira olmaydi, dedi sobiq futbolchi. Xo'sh, Abbos qachon Yevropaga ketadi? Unga qaysi jamoa mos? Siz nima deb o'ylaysiz? Gvardiola nega Husanov zaxira o'rindig'ida qolib ketayotganining asosiy sababi haqida gapirdi. Manchester City bosh murabbiyi Josep Gvardiola milliy terma jamoamiz himoyachisi Abduqodir Husanov haqida o'z fikrlarini bildirib, nega Bournemouthga qarshi almashtirilgani va keyingi uchrashuvlarda ishtirok etmayotgani haqida gapirdi. Sabablardan biri Husanovda sariq kartochka bor edi va men xatarga bormoqchi emasdim. Shu bilan birga chap qanotdan hujumni kuchaytirmoqchi edik. O'sha paytda men Nico O'Reilly bunchalik ko'p daqiqa o'ynaydi deb o'ylamagandim. Yoshko Gvardiola esa markazga o'tdi. Shundan kelib chiqadiki, hech qachon asosiy tarkibdagi joyingiz kafolatlanmagan. Bundan tashqari, ertaga o'ynayman deb o'ylashingiz ham xato ekanligini anglatadi. Nunez, O'Reilly va Gvardiola yaxshi o'ynayapti. Barqaror. Bizda yaxshi o'yin uslubi shakllangan va ularning o'zaro uyg'unligi ham yaxshi. Sababi faqat shu, deya ta'rif berib o'tdi ispaniyalik mutaxassis.